IELTS imtihonining javobi chiqqanda men yo'lda edim. 8 oygarimni ko'rib shaytonlab qoldim. O'zi dam olishga toqqa ketayotgandik. Endi haqiqatan ham dam olishga arziydigan odamman. Bilaman, kimlar uchundir IELTS 8 maqtanishga arzimaydi. 8 olganlar tiqilib yotibdi. Undan balo olganlar ham ko'p. Lekin men o'zimni boshqalar bilan solishtirmayman-da. Kim qanaqa tezlikda o'syapti, qanday yashayapti, meni umuman ishim yo'q. Ko'proq o'zimni kechagi Visola bilan solishtiraman. Kechagi Visolda IELTS 8 yo'q edi, bugun bor. Demak, u qiz o'zi uchun nimalardir qilyapti. O'zi IELTS bu safar rejamda yo'q edi. Hadeb uyimni sog'indim deb yig'layverganim uchun yorim hayolingizni chalg'itishga imtihon topshiring degandi. Yaxshiyam aytganini qildim, yaxshiyam topshirdim. Ana mana deguncha Italiyaga qaytadigan vaqtim ham yaqinlashib qoldi. Bir gap aytaymi, o'zimizni atrofimizdagilar bilan solishtirsak hech qachon baxtli bo'la olmaymiz, chunki doim bizdan zo'rlar chiqadi. Eng muhimi kechagi versiyamizdan ko'ra yaxshiroqligimiz. Aytgancha men bu yerdagilarni sal narsaga ketaman deb qo'rqitayotgandim. Endi u nomerim o'tmay qoldi. Menimcha yaqinda bizni haydab yuborishsa kerak. Ko'nglim sezyaptiki, bu yil hisobidan mening Toshkentda qo'yilgan oxirgi rilsim shu. Bilasiz, meni uncha hurmatim yo'q. Anvar aka hurmati qizim ikkalamizni injiqligimizga zo'rg'a chidashyapti. Toshkentdagi ta'tilning oxirgi kuni hammaga rahmat.